Kim Chen In 1984-yilda tug'ilgan va 2011-yilda otasi Kim Chen Il vafotidan so'ng Shimoliy Koreyada hokimiyatni qo'lga olgan rahbar. U hokimiyatga kelgandan beri davlatni yanada yopiq, lekin harbiy va yadroviy qudrati bilan yanada xavfli davlatga aylantirdi. Uning siyosati Byongjing deb ataladi. Iqtisodiy rivojlanish bilan birga yadroviy qurollanishni ham tezlashtirish strategiyasi. 2023-yilda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirish bilan yadroviy qurollar Shimoliy Koreyaning doimiy suverenitet belgisi sifatida mustahkamlandi. Bu esa rejim yadroviy dasturdan hech qachon voz kechmasligini ochiq e'lon qildi. Kim Chen In o'z nutqlarida AQSh va Janubiy Koreya ittifoqlarini agressiya fronti deb atab, ularning mashg'ulotlarini bevosita urushga tayyorgarlik sifatida ko'rsatdi. Shimoliy Koreya bugungi kunda dunyoning eng xavfli yadroviy arsenallaridan biriga ega. Taxminan 2000 kilogramm boyitilgan uran va plutoniy zaxiralari mavjud. Bu esa 40 dan ortiq yadroviy kallak yasash imkonini beradi. 2010-yildagi yadro sinovi quvvati 200 kilotonnaga yetgan. Bu Xirosimaga tashlangan bombadan 10 lab marta kuchliroq. Hwasong 15 va Hwasong 18 kabi qattiq yonilg'ili ICBM raketalari 13000 kilometr masofaga uchishi mumkin. Bu esa AQShning deyarli barcha shaharlarini nishonga olish imkonini beradi. 2024-yilda Hwasong 19 raketasi bir necha yadroviy kallak tashishga qodir MIRV tizimi bilan namoyish qilindi. Kim shuningdek Hwasong 31 nomli taktik yadro kallaklarini frontga yaqin joylashtirishga buyruq bergan va ularni suv osti dronlari hamda kruiz raketalariga integratsiya qilgan. Yangbiyongdagi yangi reaktor yiliga 48-82 gramm tritium ishlab chiqarib, qo'shimcha boosted yadroviy qurollar ishlab chiqarish imkonini beradi. Kim Chen In qo'l ostidagi armiya ham son jihatdan ulkan. 1 milliondan ortiq faol askar, 7 milliongacha zaxira kuchlari, 4000 ta tank, 2500 zirhli transport vositasi, 400 ga yaqin jangovar samolyot va yuzlab artilleriya tizimlari bilan dunyodagi eng yirik armiyalardan biri hisoblanadi. Chegara hududiga joylashtirilgan uzoq masofali artilleriyalar Seulni bir necha daqiqada o'qqa tutishi mumkin. 2025-yilda Kim qo'shinlari modernizatsiyaga AI va dron texnologiyalarini birinchi darajali ustuvorlik deb belgiladi va hatto Rossiyaga 3000 askar yuborib, Ukrainadagi urushda Kremlga qo'llab-quvvatlash ko'rsatdi. Kim Chen Inning shaxsiy hayoti ham hashamat ramzi. Uning boyligi 10 milliard dollarga yaqin baholanadi. U har yili taxminan 600 million dollarni shaxsiy ehtiyoj va hashamatga sarflaydi. Shundan 30 millioni faqat ichimliklarga ketadi. Uning shaxsiy kortejida zirhli Maybachlar, Mercedes S-Guard limuzinlari va hatto maxsus yashil zirhli poyezd ham mavjud. 2024-yilda Shimoliy Koreya 51.9 million dollarlik lyuks tovarlar, shvetsar soatlari, fransuz kosmetikasi, premium viski va hashamat avtomobillari import qilgan. Bu sovg'alar rejimdagi sodiq generallar va amaldorlarni mukofotlash uchun ishlatiladi. Kim Chen In nafaqat mamlakat ichida, balki butun dunyoda qo'rqinchli raqib sifatida qabul qilinadi. U yadroviy arsenalni xalqaro muzokaralarda asosiy bosim quroli sifatida ishlatadi va sanksiyalarga qaramay hech qachon orqaga chekinmaydi. Kimning qo'li ostida Shimoliy Koreya iqtisodiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lsa-da, yadro va raketa dasturlari rekord tezlikda rivojlanmoqda. Uning har bir qarori mintaqa va butun dunyo xavfsizlik muvozanatiga bevosita